Mana eshitdim. Lekin o'sha odamlar qanchalik qayerdan oladiganini men bilmadim. Yo'q. Ehtimol yangi hokimiyatni o'zimcha tinchlantirdi. Odamlar yangi hokimiyatni quryapmiz. Bo'lib ko'rishlari mumkin. Xudo xolasa 1-sentyabrga o'tish niyatimiz bor. Не торопитесь, хорошо сделайте. У нас... Yo'q, quruvchi salohiyatli quruvchi tushgan. O'sha uchun yaxshi. Masalan, Turkiyada shahar hokimiyati 4-yilda tugab bo'ldi. Endi nima ichiga o'tadi. Mayli sentabrni endi yangi yilni shu yil hisoblanib o'shani orqasida bir qator ko'proq uylar yangi ma'muriy markazni hududida hokimiyatlar, prokuratura, ichki ishlar hammasini joylashtirib qo'yganmiz. Mablag'ni borini boshlaganmiz. Prokuratura Shahar prokurori тоже не уходит? Yo'q, viloyat prokuraturasi, viloyat hokimligi, shahar hokimligi va shaharni bufer zonasida joylashgan davlat tashkilotlari bu yoqdan ko'chib o'tib, bu yoqda turistik bo'ladi. O'shalar uchun alohida boshqarmalar uchun bitta bino, bular to'rtalasi qurilishi boshlangan mablag'i bor. Qolganlarni joylari tasarrufi bor. U yerda misol uchun yana boshqa kongress holi shunaqa narsalar. Uni mablag'i yo'q uchun boshlaganmiz. Lekin undan tashqari bir qator yo'l ustiga emas, o'sha hokimiyatning orqa qismi bo'ladi, foni bo'ladi deylik. O'sha yerda bir qator dom bo'ladi, u joyda auksionga chiqarib dom qurilishi boshlaydi. Lekin mana eski hokimiyat stadionni joyiga dom bo'lmaydi. Yo'qda yo'q qurilish dom bo'ladi. Bitta dom bor, oq dom qurilgan. O'shani ham sinov qilish chorasini ko'ryapmiz, faqat tadbirkorning puli bilan o'zib kelishmayapmiz. Tamom. U ham ketadi. Agar dom ruxsat bo'lsa turadi, ya'ni zo'r dom yo'q, unaqa yo'q. Kim chiqargan bu? Ehtimol narigi hokimiyatning hududini aytayotgan bo'lishi mumkin. Хотя Руслан был